Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Bizning o'quvchilar sizni qaltismoqdaydi, G'ani aka. Siz Sodir palvon bo'la olaysiz-a? dedi u G'aniga. G'ani kuldi. Mening Sodir qo'ng'iroqdek yomildi to'li yetib, beshim bir quchoq bo'lmadi, texi. Sen naning o'quvchisi? Gimnaziyaning. Ha, hali qishing Dobanning maktabining bolasi ekansan-da. Ha. Shangdobanning tomoqi tatliqmikan? U degan Sovet ittifoqining yordam bilan qurilgan maktab G'ani aka. O'risning puli nereden kelgan? U degan voy, kuchli sotsialistik davlat. Pah. Qaltis gapdan kelsan-ku sen ha? Yura, ma'o qozoqning go'sh pishqicha, menga daras so'zlab bera. Ular Qamaning tari va go'sh burab turadigan uyiga kirgandan keyin G'ani pah, ilmu suvda yuradigan Qama degan hayvon bo'lg'ini. Borsuq bo'lgan bo'lsang, uying qanchalik sesiq bo'lar edi ha? Pitlaring yo'q, ko'rib ekanlaringmi bor ha? O qozoq deb chaqchaq qildi. Pit bo'lmas o'ris bo'lib qolmaymanmi G'ani aka? O'ris bo'lib qolsam, sen kun yo'q qo'y. Mayli, pitlamagin. Pitlaring usul o'ris bo'lma. Shangdobanning ahli o'risdan keladi. U yoqda biz xalqni qirib tugatdi. Qolganini endi Shangdobanning qo'li bilan yo'qotmoqchi. Ablayqonni quritib qozoqlarni olash o'rdi deb qirdi. Xudo yarqonni jo'g'altib Shayxul Islom deb o'zbeklarni quritdi. Uyg'urim nimana? dedi Bo'rvoy ismli qora burut, 2000 Xo'roz tojisida qizil yigit. U yenicha yetib kigizni qayrib, chirt qilib tukirib qo'ydi-da, so'zini davom qildi. Sen G'ani Bo'rvoyga agishib o'g'irlik qilishdan boshqa nimaga yaraysan? Cho'silingni o'z qo'lim bilan bo'g'izlayman, dedi G'ani kulib qo'yib. Eng cho'ng o'g'ri osh cho'siling. O Shangdobanning qaynotisi. Ular ikkimizdek sherik o'g'irlar. Texi bizni tutib turmiga solg'idak. Turmadan 7 qatim qochib qutuldim. Endi tutulsam saq qo'ymaydi jumu. Ey Qama, otlarni samonliq qitib, Muxtar bayning etida kishnab qo'yib bola topmisin jumu. Kofir askarlarning miltiqlari yomonkan, Shangdobanni qaltis margankan. Gasiling, jonsiling, Xo'jini yazani shundoq tirpira qilibdi-ki. Roz qiyin ekan. Bulchinchi saydiganing. Tutulsa qiynab o'ltirdi. Qo'lingni bog'lab 4 temiga yerga to'mir ziqqi qilgan, midirlig'il bo'lmaydigan bir kishilik uyga o'ri turg'izib, ishki qulib salib etdi ekan. Tepagiga san puting kishanda, tillaysan, qarg'aysan, tik turib qiynalib o'lasan. Uning mushundoq maqal qiynash so'li bor ekan. Pah, atil Nil qitog'larga Akbar Boturning yana qechib ketayli jumo. Nuri gepi uchuq, ammo qo'pol, hikoyalardagi qahramonlardek sirliq, chech taqirlashga boshlagan, ko'zlari sarg'uch, burni qisqa, gavdasi to'lin mazmut, yo'g'on kelgan bu odamga o'ptalla qiziqib qoldi. G'ani aka, siz bir nimadan qo'rqmamsiz? deb so'radi u. Qo'rqaman. Nimadan? Chiroyli xotinlardan. Nemish qidamsina? Uni mayturvas ursaq o'lib qoladi. Xudodan-chi. Jonni demasam qo'rqmaydim, Xudo deganingdimmi? Siz dangli o'g'rimi? Ha. Pah, ajab chiroyli ekansan-a. Qiz bo'lib qolgan bo'lsangiz-a. Hay. Cho'ng bayg'u deyman siz-a. Nadikini bir qaytimda bir uyur yilqi o'g'irlab kelsak, yermini mono qozoq oladi. 10 gadayga birdan ot beraman. O'zimga yana och bo'z etim qoladi. O'g'irlayman, kambag'allarga beraman. Bu jahonda nima to'la, kambag'al to'la. Ularni bayqilib bo'lgan bo'lamdi. Nuri yenicha yotgan G'anining beligini avaylab tutib baqdi. Uning beligi Nurining pochqidek tom edi. Shangdoban qaltis chambashgan deyishdi. Uni yeng'alamsiz G'ani aka, dedi Nuri kulib turib. Berib et o lamzalliga, yakmiyak chiqsin. U 10 ursin, men bir nuray. Ya bo'lmasa tapanch-papanchisini qo'yib, o'zdak 9ni boshlab 10 bo'lib kelsin, dedi G'ani mushtini egiz ko'tirib. Bo'rvoydan so'ra, g'oljirlashgan bug'urni bir mush bilan tish tushirdim. Miltiq, pilimot, zambirak deganlarni qandoq lamzalli chiqarib oldi ekan tong. Hazrat Ali, Avo Muslim degan palvonlar qora kuch bilan dushmanlarni dumma olgan ekan. Hozirgi qurollar bor bo'lgan bo'lsa, ularmi palvon bo'la olmaydi.
G'ani o'g'rining gapimi, mulohizimi g'alati edi. Nuri bunda g'alati odamni tunji qatim ko'rmoqda. U dadasining ahvolini so'zlab berib edi. Mava Abdumar ming bigadigan qashqaloq pora yegan gap, dedi G'ani xafa bo'lib. Xo'jamga deb nima qilasan? Bo'ldi, Ziyodini o'zim qutuldirman. Qanday qilib? Nuri xushallikdan echilib ketdi. Qutuldirman, ammo taqqa elib chiqib ketaman, dedi G'ani asnab turib. Abdumarning bir talay xotoni bor ekan. Uning raso kelishgan bir qizi bor ekan. To'xta, shu qizni ochiq rasvo qilmasam. Nurining yuragi jig'ig qilib qoldi. Uning yuragida lavildab yenishga tayyor turgan yo'shirin bir o't bor edi. Shu o'tqa tuturuqda edi. Uni bir pödidi. Uning vujudi, yuragi, tomirlarida o't paydo bo'ldi. U ixtiyorsiz uydan yugurib chiqib, baqqa qarab yugurdi. Qeyri qor yog'ochning yeniga berib, yolqinjigan ovozda "Sabiha!" deb var qaradi. Lekin Sabiha nada? U nima o'yda? Bular Nuriga qarang'u. Muhabbatning kuchi hammadan yomon. U odamni aqlidan, irodidan, hatto bir umrlik istiqbolidan mahrum qila oladi. Bu gaplarni Nuri ko'p qatim takrorlagan. Lekin u muhabbatning osh kuchiga taqobil turaligidek iroda tayyorlay olmagan. Uning vujudida yigitlarga xos qaysarlik bilan bolalarga xos gudaklik elishmoqda edi. Nuri atsi shaharga, gimnaziyaga qaytib keldi. Ikki qavatlik, qangaltir o'gizlik yotoqning ikkala qavatida har bir uyga 8 dan topchanka qo'yilgan o'quvchilar yotiqi bor. Eshik tubidagi topchanka Nurining. U yotiqiga kirib do'stlarini sahra to'qashlari, qurut, qoqlari bilan mehmon qilayotganda uyga bir o'quvchi oldirib kirdi-da. Shangan yomilg'i buloqchilar kirib, 3 yirikni o'ltirib turmadan 4 odamni buloq qochibdi. Hozir shaharga askar yig'ib ketibdi. Anglanglar, mana gudik, dedi. Gimnaziyaning oldidagi zavod, ondan keyin Musaboyevlar zavodi kayni-kaynidan gudik berdi. Bu harbiy holat bo'lganligining belgisi. Endi kim ko'chaga chiqsa etiladi. Nurining yuragi jig' qilib qoldi. U G'ani o'g'rining "Dadangni men qutqizaman" degan so'zini yodiga oldi. Askarlar gimnaziyani oqtirib qolsa, bo'lib ketilgan Ziyovuddinning o'g'li Nurini cho'qim tutdi. O'lgan 3 cherik uchun Yosining cho'qim Nurining ufqinlarini qo'shib o'ldirdi. Nuri ufqinlar bilan o'zini qutuldirish kerak. U kimdan yordam so'raydi? Rahimjonchu, yo'q. Uni bu ishga chassa, baloni ko'paytib atmamdi. Sashkichu, Amin Avzi, Rusulovchu, yo'q. Ular yordam qila olmaydi. Tavakkul qilib, Nezarxon xo'jamning oldiga berib, raskabni qilish kerak. U gimnaziyaning orqa temidan ortilib, tatar baylarining beg'ag'i. Ondan Nurigot ko'chasiga chiqdi-da, teraklarni dalda qilib, 3 darvoza qarab mangdi. Xo'jamning yangi joyi tex putmagan. U odam 4-ko'chaning eg'izidagi ko'k darvozali qo'rida. Hech bo'lmagandek chiroyli kiyinib olgan Nuri taqildab mengib 2 askar posti turayotgan tashqarqi darvozaga keldi. Nima gap? dedi soqchi uning oldini to'sib. Hoy, meni tanimamsiz? Men xo'jamning muhofizachisi Musa Fugonning o'g'li. Dadam bilan ko'rishiman. Musa, dedi soqchi bir derazani qiqib. Musa 30 necha yoshli qilish asqan odam Nurini ko'rib, shoir, dedi. Bir so'rinda Nuri she'r o'qiganda Fugon uni maqtagan edi. Sizga deydigan muhim gap bor edi. Yur, dedi u va muhofizatchi qarab. Zejri, deb qo'shib qo'ydi. Xo'jam yo'qkan. Xo'jamning atvarliq ayoli Apriz oyim ahvolni o'qib darhol 9 dara nahiyasining hokimiga telefon berib, Nurining ufqinlarini Chig'liq mazardagi xo'jamning uylariga yo'shirishni topshirdi. Nurini bo'lsa Musoning himoyasiga topshirdi. Xo'jam kash keldi. U ayolning gapini anglab, yaxshi qipsiz, ammo shap chiqarmang. Atila balani Nusrat baylarnikiga yo'tkib etayli, dedi.
G'ojam tunganlarga qarshi Chig'liq mazarda qo'shin tashkillaganda Ziyovuddin xizmat ko'rsatgan. Muxtarbay tunganlarning azobini jiq tartgan. G'ojam ularga panoh bo'lishga qarzdor edi. Vaqti kelganda G'ojam Sovet konsuli va Yovsiling bilan so'zlashib, bu ishni yaxshi hal qila oladi. Nuri panoh joy topdi. U do'sti Rahimjon bilan ko'rishdi. Lekin endi uning o'qish qanday bo'larkin, istiqboli yo'q. Anglayotganinglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Eli Dotay mahkamasining muavin boshlig'i Nizarxon G'ojam peshinni o'qib bo'lgandan keyin kalaskada o'ltirib, ko'k ko'rikdan o'tdi-da, qadimki hokimiyat markazi bo'lgan to'mir qangaltirliq, taxtayliq uylarni o'rab turgan chiroyli bog'ning darvozasiga keldi. Bu yer valiy mahkama, garnizon qo'mondonlik shtabi ham Bo'zyer o'zlashtirish amaldorining qo'mondonlik shtabi edi. G'ojam uchisiga so'sar juva, beshiga qama to'pa, ichiga kostyum burulki kiyib, galastuk taqgan, yo'g'on burun, qora burut, oq yuzlik odam g'amkin va xiyolchan holda kalaskadan tushdi. Qora burut Fuguan uni yulib edi. U yenikli rad qilib, qangaltirliq binoning pallampidan 2 qadamlar bilan chiqib, ishxonaga qarab mangdi. Ishxonaga gilam selingan. Qolgan joylar Rusiyaning yulanchiki egiz o'rindiqlari va yo'g'on ustal ishkaflari bilan bezalgan. Uyning to'ri temiga Lenin, Stalin va Shingdobanning rasmi esalgan. G'ojam Shingsay qora burut yo'g'on ko'zlik odamning suratiga qarab qo'ygandan keyin Jovsini xizmatkorlarga berib, beshiga gullik yeshil duxovi bo'k kiyib o'rindiqda o'ltirdi-da, Dotay kotibning gaplariga quloq soldi. Chiyosin silni kelsin ishxonaga chiqsin degan, dedi kotib. Ondan turmadagi odam bo'lish voqeasidan keyin harbiy holat bo'lib 100 chiq gumonliq odamning tutilganligi, Sovet konsulining hushyorligini oshirib, zarur bo'lganda Sovet askarlarini ishga solamiz deganligi. Shingdobanning telefonda bu cho'qim Pan-Turkistonlarning ishi. Sabit Damolla G'ojam yazlari tutilgan bilan ularning odamlari tex tozlanib bo'lmadi. Ular Janubiy Shinjongdan Shimoliy Shinjongga qochib kelib harakat qilib yurdi. Ularni bir oy ichida uzil-kesil tozalash kerak deganligiga o'xshash muhim ishlarni G'ojamga aytdi. G'ojam gap qilmadi. U ko'nglida bu g'ani o'g'rining ishi. Buning Sabit Damolla G'ojam yazlar bilan aloqasi yo'q deb hukm qildi. Lekin bu hukmni qanday ifodalash kerak? Ifodalamasa nurg'un begunoh odamlar tutiladi. Ifodalasa o'zi gumonliq bo'lib qoladi-da, xotirjamlik yo'qoladi. Avo qara burut Shingsay yenidagi yo'g'on burut Stalinda qattiq qo'l, rahimsiz, kaskin odam. Uning uchun G'ojamning kallasini elish ko'ni xayni cho'rivatgandekli ish. Vabalchilikning oldini olmasa, xalq nafrati kalkundak yemirilib keladi. Vabalchilikni to'soy desa, kalla ketish xavfi bor. G'ojam kim bilan maslahatlashishni bilmay, gangrab Chiyusilingning ishxonasiga kirdi. Chiyuzungjun ismli sharq-shimollik Tuanjang kuyog'ining buyrug'idan boshqani bilmaydigan, qo'rsaqqa, mal dunyoga amroq, semiz, yaponcha burut qo'ygan bu odam hozir Ili qurolliq qismining Silingi. Ilining bosh valisi bo'lg'ashqa degan atgan edi. G'ojam kirganda u egiz yulanchiklik yumshoq o'rindiqda o'ltirib, Fransiyadan keltirilgan bilyard ko'zlik oltin uzukni barmoqiga serish bilan band edi. Uning qisqa bo'yni harbiy kiyim bilan pagolliq murillarining orsiga yoshirilgan. Shalong chashliq o'ttirs taqiri beshi ustaldan sanli ko'tarilib, chala hutlangan kolladek parqirab turardi. Chiyosilim, Nizar Fujoya dao. Siling o'rinda madirlabmi qo'ymadi. O'tir, dedi u beshini ko'tirib, G'ojamga lappada qarab qo'ygandan keyin ko'ngilsizlan. Chaqirtib tikansiz Siling janoblari. Tarjimon tez tarjim qildi. Bugun tushdan keyin G'o'lji shahridagi butun xizmatchilar, baylar, muallimlar, cho'ng ahullarni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz klubiga yig'ish kerak. Shingdobanning muhim yo'l yo'riqi bor, yetkazimiz, dedi Chiyusning qattiq kaskin talaffuzda. Xo'p, bo'ladi Siling janoblari, dedi G'ojam o'rindan turib. Men hozirla odam avatay.
Siz baylağa, sodgarlarga, cho'ng-cho'ng axullarga, Uyg'ur ambal lozunglarga odam avating. Askar, soqchi boshliqlarga o'zimiz deymiz. Xo'jamning yuragi jig' qilib qoldi. Shinsay doim yig'in, do'xlat, ziyofat nom bilan odam tutadi. Bugunmi shunday qilsichu? U chiqib ketishga oldiradi. Ichidan o'ziga avorchilik tepib bergan yeliqi Nuri degan balani tilladi. Shu harmiy g'ini o'g'irga dadsin holini demagan bo'lsa, bunchalik sarasim bo'lmagan bo'ladi. 117 odam begunoh qamalgan. Yana nechisini tutdi. Qanchisini o'ldirdi, kim biladi texi. Xo'janiyaz hojining sharq shimolga odam avatib, yaponlar bilan maxfiy kelishib, Shinjongni Yaponga sotmoqchi bo'lganligiga Xo'jam ishinatdi. Xoin degan nom bilan Dotay Turdaxunbay, Sirajiddinbay qatorliq nurg'un odam turmaga tashlandi. Turpan, Qumul, Urumchi, Aqsu, Qashqar xotellarda yuzlagan baylar, ziyolilar, dilli zotlar qamaldi, o'ldirildi. Oralla 20-30 ming askar barishing say 3.500.000 odamni qo'yni boshqurgandek boshqurmoqda. Xolis so'yidi, xolis talaydi. Xolis so'laydi. Xo'jamdaklar uning qo'lidagi bir kaltak naydi. Anglavatqaninglar beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bugun ko'zga ko'ringan odamlarni yig'ib tutamdi yoki 1918-yillari o'rislar Uyg'urlarni yig'in deb chaqirib, pulemyot bilan qirganda qaramdi texi. Hey bala, nimishqimi g'ini o'g'irga dadamni qutquz deb yilingansan. Hey. Xo'jam odamlarni xabar qilishga avatib etib, kalaskaga o'ltirib yana uyiga qaytdi. Harvikashning yanida qilish asqan muhofizatchi Musa o'ltiradi. Bir jup at qo'ng'iroqlarini jarangiltib o'ynaqlab, o'kirang tashlab boradi. Harvi chaqinlardan qori ko'milashlari uchib chiqadi. Xo'jam qattiq so'g'uq bo'lishi qaramay, ish-ichidan qizimoqda edi. Musa, heli qibalini Nusratboyning uyiga opardingmi? Yo'q, Rahimjon konsulxonasining yanidagi No'g'aydadisining uyida ekan. Shu yerga opirib Rahimjonning qo'liga topshirdik. Talat o'ziga chiqma degansan. Seni biri ko'rdimi yoki piyinga tushmagandi? Ya xo'jam, Abriz bu xonim kalaskining kayinda o'tirdi. Bola harvikash bo'lib mangdi. Men yanada yo'l ko'rsatdim. Ishni puxta qilibsan, Musa. Xo'jam tashqari qo'rovdan oldirab ichkargi qo'rovga mangdi. Xo'jamning yosh chiroyli ayoli Apriz buvi, beshiga chiroyli po'piklari bor fransuz shilapsi, uchsig'imi Fransiyaning eng yangi moda kiyimi, esil yung raqdan tikilgan beli purma, yaqinlari qayrima, tashri chechilib turgan qishliq paltosi, putiga atrang, egiz pashliq xurum chetik kiygan, qo'liga xurum tashliq esil palay sayilgan holda rasmga tushadigandak kulimsirab tik turadi. Xo'jam o'zidan 22 yosh kichik boy savdogar dadasiga agishib, Toshkent, Orenburg, Moskva, Berlin, Parijlarda yurib ko'zi ochilgan, turmush va fikr qilish odatlarida Uyg'ur soddaliqini cho'rib tashlab, sun'iy qiyofat bilan oq ko'ngil odamlarni ishontirish odatini yetildirgan Zilva, suzib kelgan bu xotinini to'limi yaxshi ko'radi. Xo'jam 4 qatim uylandi. Lekin oldinqillardan bola topdi-yu, halovati kam bo'ldi. Muni yasanchoq chiroyli ayolidan bo'lsa, bola ko'rmadi-yu, turmushning lazzatini ko'rdi. Bu xotinning hamma qiliqi, kulkisi, gaplari, arkalashlari, Xo'jamni kutishlari boshqacha edi. Xo'jamga sirliq va lazzatli to'yiladi. Avval qolganlari nomus qilishni, qo'rqishni, nima desa ma'qul deyishni biladi. Ular Xo'jamni zotan ranjitmaydi. Ranjitmagan siri Xo'jamga ular zerikishlik bilinadi. Buni ayol bo'lsa Xo'jamning deginini anglaydi, lekin o'zi bilganini qiladi. Xo'jamga erkalab, ikki qo'lni bo'yniga selib turib, "Siz undaq degan edingiz, men bundaq qilib qo'ydim." "Ha deysiz-ku, ha?" deb chiroyli xumarlashib turadigan ko'zlar bilan Xo'jamning ko'zining ichiga qarab turib oladi. Xo'jam birdamdala ochiqidan yenib, "Voy shayton" deb qo'yadi. Mush yo'l bilan Xo'jamning tog'idagi nurg'un mollari,
9 tarağa hakim bolgan 4 yıl içinde yıqqan yeliqlari, pada kalalları altın kümüşke aylanıp bolatdi. Şundaq qilib hocam asta özümü sezmesdin Germaniyaliklarning bosh qatadigan ishqi yo'liqsang xotiningga maslahat sol degan mashhur maqola bilan ish qiladigan bo'lib qoldi. Burun hukumat ishini ayollarga tinmaydigan hocam endi hamma ishni xotiniga deydi. "Ha, hocam, chiroyingiz o'mseligu?" dedi Apriz buvi erining oldiga kelib. "Te hazırla sanayi nefsidin adam keptiken, keşte Perhat Şirin daranmasını koygadek, Abdüveli Carullah Perhat'nın roluğu çıkkadek, vay o yigitning avazının yaxşılıqı, Moskvaga, Parijga apırıp köz qılıp, Uygurlarını dünyaga tonutqadek avazı bada o yigitning." Xotini hocamning juva, kemchat töpsini öz qo'li bilan savdurup asquga asdi. Hocam ishkarga uyga kirib, gilamning ustiga tashlangan mamuq yostiqlarga qiysaydi-da, to'lgan gavdasini qamiriltib turib, oldiga tizilib o'tirgan xotinning beshini salab qo'ydi va "Boshqa biri biz xalqni tonutadigan bo'ldi", dedi. "Kim o?" "G'ani o'g'ri, heliqi qoshliq ahmaq." Voy, türmege besip kirib 4 adamni bulab ketganiga shuncha paypetek bo'lib ketganni bu hukumatning. Yapılla besip kirib qanday qilalarkin? G'anini tutib bering. Nima, qo'g'lab tutqul bo'lmasa aldab tuting. Shingdobandan o'ginan hocam. Shingdoban Ma Jongying, Jang Peiyuan hojini yazani qanday yo'qotdi? Qo'g'labmi? Yo'q, kuch yetmaganni oldi-de. Yavaşqı bo'ra, yamanğı tulki bo'lib ko'rindi. Dünyada yalğız bir g'ani o'g'rili bo'lmagandikin, yana biriga bir yambo yoki bir cho'k oltin bering ha. G'anini hozirli tutib akilib beradi. Hocam jimib qoldi. Ishning bundaq qat'iy, unumli usulini xotinlarla o'ylab topa oladi. Biz erkaklar nada ta'sir bo'lsa, shuningga boshqa turamiz. Danalardan dötlar yaramliq bo'ladi ekanda. Shuning uchun Mavo Chusilindek oltin kumush yalmavuzi, Jinshurindek apyunkashlar biz haqni so'rab keldi. Mansur apandiga maslahat selib ko'ray. Ras, panturkistlarning ishi emas. Uyg'urlarning ishi deb hukumatni ishontirgili bo'ladi. G'anini tutishning amalini qilay. Uni tutib bersam 117 odam qo'yib beriladi. O'zimni g'amdan qutulaman emasmi? Musa! Qanish asqan Uyg'ur muhofizatchisi paydo bo'lish bilan G'ojam yostiqdan o'ri bo'ldi. "Man, nadan bo'lmasin eliq Mansur apandan tepib kel. Uning nadilikini O'rus konsulidagi Valiyoshkib yoki bo'lmasa Voqiy Azizovlar biladi. Tepib elib kel. Apriz buvi bugun sanoyi nafsiga bormaydi. Oshpazlarga ayting, qo'ldami qilsin. Teza, qirg'ovul. Ular go'shridan tayyorlasin. Bugun mehmon kutaydi. Musa, postlarga ayt. Arz qilg'uchilar bugun qabul qilinmaydi. Apriz buvi bugun naqsazdan anglamaydi. Ko'nglimning aromi yo'q. Apriz buvi erining bo'yniga gira soldi. "Xo'sh, xonim. Men bugun joyimizni ko'rib keldim", dedi u qapoqlarini so'zib erkilab. Ko'cha qargan 40 eg'iz do'kon, ichkariki qo'rodagi osti-usti taxtayliq 16 eg'iz uy. Tashqarqi qo'rodagi 8 eg'iz uy. Ikki cho'ng lapas, iskratlar to'limi chiroyli ekan. Sizdan bir ishni so'rayman. Dadam bilan opam qirib qoldi. Ichkariki qo'rodan 6 eg'iz uyni ajratib, Novrigot tarafdan darvoza ochib, ayrim qo'ro qilib ko'chirib akilib olsak bo'lmasmi? Yana cho'bi. Habibulloh hocam Toshkentga o'qishga bormisin? Nemish qidamsiz a? Dedim-ku, u yerda ushaq so'z to'la. Hocam jimib qoldi. Tunji ayoli Sultani Uvayslik shayx avlodidan bo'lgan Gohraxon Oyim marhumadan tug'ilgan tunji o'g'li to'g'risida gap bo'lib edi. Hocamning g'amiga g'am qo'shildi. Kam so'z, ishlamjon, gimnaziyada yaxshi o'qigan o'g'li Habibulloh hocam uning 4 o'g'lining oldi. Uning Toshkentga chiqib o'qish orzusi to'limi kuchli. Lekin Munu xotini uning chet elga chiqib o'qishi qarshi. Hocam bu ishtimi bu yoq tarsa o'kiz o'ladigan, u yoq tarsa harvi sunadigan qiyin ahvolda qoldi.
Men o'ylanay, dedi xo'jam tartib qo'yib. Bola bilan xotin o'rtasida kelishmaslikda Olila xotin ekanligini bilib tursin, uning talabini rad qilishga petin olmay. Balam og'inlar oldida bo'yin qisib qolmasin deyman ha. Demizmi azroqli yo'li borla Toshkentga, Istanbulga, Misrga, Hindistonga o'qishga beryotdi. Baudun bay ahli borligi Uyg'ur bolasi bo'lsa, ko'ch-ko'ylardan terib, yig'ib, chat elga o'qishga chiqargan. Men bir dotay turib o'g'limni Toshkentga o'qishga chiqara olmasam, tuqqanlar nima deydi? Al og'ina, yurt jamoat nima deydi? Bim, aytinga, Habibullah hocam Toshkentga o'qishga borsa, sizga nima ziyon bo'ladi? Menga nima foyda ziyon? dedi buvi qopqini silib. Sizning foyda ziyonlaringizni hisoblayapman. O yoqda o'qiyotganlarni panturkist deydi ekan. Balangiz shundoq bo'lib qolsa, sizning dotayligingiz saqlanami? Bilasiz-ku, Mas'ud Sabri Turkiyada o'qib kelib edi, uni panturkist dedi. Uning urug' tuqqanlardan qanchani etivatdi. O'z Ahmadboyning oltin kumushi bilan Hindistonga qochib berib, Orolajinni saqlab qoldi. O degan boshqa ish xotin. Yo'q, bir ish. Lekin Bag'ujammo bexastalik qilib, Guharbonumni G'ujniyazning o'g'li Saydul Shoviga berib qo'ydi. Tasli qoldi. G'ujniyaz xoinning sheriki deb G'ujamni etivatkeli. Yaqinda bo'lgan ish-ku bu. Bumo boshqa ish buvi, dedi Nizarxon G'ujam xotinining tarsaliqidan bezor bo'lib. Yo'q, bu bir ish, dedi Apriz buvi G'ujamdan battarroq xafa bo'lib. Andaq bo'lsa men 9 taraga dadamlarniki ketaman. Dadam bu yil haj qilmoqchi. Men olib beraman. G'ujamning arvoyi urkidi. Ma'qul, dadingiz bilan opingiz ko'chib kirsin. Habibullah hocam Toshkentga bormisin amsa? Apriz buvi tizlanib o'tirib, G'ujamning bo'yniga nozik qo'llarini soldi. U sirliq ko'zlari bilan G'ujamning yo'g'on ko'zlariga tikildi. G'ujamning vujudi eridi. Uning qalbidagi qora tumanlar tarab, inson tabiatining ojizligini namoyon qilguvchi shahvat istiki uni darhol mast qildi. U ko'zlarini yumdi. Musa Fugwan kechda Mansur apandi bilan uning bir og'inisini boshlab kirdi. Mansur apandi do'g'loq, qora qumchoq, ko'zlari yo'g'on, eg'ir besiq odam yenidagi do'stini tanishtirdi. Hocam, bu kishi mening do'stim Azamatov, dedi u egiz, ko'zaynak taqagan, seriq burutliq shalapsini cho'kirib kiyib olgan odamning qo'lini G'ujamning qo'lining ustiga qo'yib. Meni qandoq tushunsangiz, bu kishini shundoq tushuning. Moskva Jonsha universitetini tugatgan. Bu yerga Shingdobanning moliya ishlariga yordam bergil kelgan mutaxassis. Azamatov bilan biz 20-yillardan boshlab saboqdosh, maslakdosh. Qani ichkiriga, dedi G'ujam mehmonning qo'llarini ikki qo'llab chin siqib. Obdan bo'ldi, yangi do'st topdim. Mening menga yetkichi do'stim menga yetsin degan emasmi? Bo'libmi men bilimlik do'stlarga to'limi amroq. Mehmon G'ujamning xarakteri kuchli odam ekanligini takalluf so'zlarida bilim oldi. U Mansur apandiga: G'ujam kitob o'qiydigan o'xshaydi. Tili kitobiy til. Men taranchi tili bo'lsa kerak deb faraz qilib edim. Ili xalqi bir yaxshi rahbarga ega bo'pti. Zamonga loyiq vali endi sahnaga chiqibdi, dedi qilin ko'rpida o'tirib. Oldiga oppoq partuq tortgan xizmatchilar yo'p-yo'riq elektr chiroqlari yo'riqqa takaslab menib, yemakliklarni to'shimoqda edi. Azamatov bo'ynidagi qora galostukini bo'shtib, qo'yib qo'llarini kardi. Bu mening G'o'jaga tunji kelishim. Xiyolimdagi G'o'ja bundaq emasda. Men Sovetdan kelmagandaklar, hammalarni Sovetning. Qarang, lampushka, partuq, G'ojamning uchisidagi kostyum burulka, texi, kotlet, stakan, xuddi o'z uyim. Men Kalinining, Kropskayaning huzurida bo'lganman. Xuddi mushunchiliklar. O'xshamaydigan yeri tamladagi gelamlar bilan munu tegimizda ko'rib bilala. Uyg'ur odatini ko'rsin deb mushundaq dasturxon tayyorlatdim,
dedi xo'jam oppoq salvetkalar bilan vilka pichoqlarni mehmonlarning oldiga qo'yib etib. Av uyimiz tamamen Avrupaca. Bizning xonim Fransiyaga bak cho'qinadi. Uylarni fransuzcha yasab, Uyg'urlarga Avrupa madaniyatini akkiryapti. Ana, o'zimi kirdi. Apris buvi bo'lakchili yasangan. Angliya sarjisidan tikilgan maydis ochiq, yengi uzun chashma etekli qora ko'nglak, beshiga qiypash qilib yengil shilap kiygan. Bo'ynidagi medalyonning gul chiqirilgan bilyard ko'zi ko'kirkida g'ilpal ko'rinib turgan ikki ko'ksining o'ttirsida. Uning tövinida yo'g'on yeshil ko'zlik oltin bulapqa. Turilgan bilaklarida Fransiyada so'qilgan jip bilayzik, oltin soat, barmoqlarida yoqut ko'zlik uzuklar yalt-yo'lt qilib turadi. U sho'xliq bilan ruscha "Добрый вечер" dedi. Mehmonlar o'rinlaridan turishib, qaqaqlashib kulishdi. U yalt-yo'lt qilib ko'zni chaqqadigan badanni to'lg'ab, nozik qo'llarini mehmonlar bilan ko'rishishga so'ndi. "Qaltis, ong!" dedi Azamatov uning qo'llarini siqib. "Arlar bilan qo'l elishib ko'rishgan tunji Uyg'ur qizini ko'rib turibdiman. Tansig'im usta", dedi Mansur apandi kulib turib. "Hocamning tashabbusini turmushimi yep-yangi, Uyg'ur turmushining yangi zamonaviy ulgusini hocamning uyida tatbiq topa olaysiz. Musabayov, Sabir Hojiyevlar Uyg'ur turmushiga Yevropa sanoati, Yevropa so'd-setiqini, fan ma'arifning namunalarini akirdi. Ong, turmushni o'zgartirishda hech kim hocamga yetmaydi. Hekim Bag'o'janing uyiga kirsanglar, xuddi 200 yil ilgirki Iman Wang, Musa Gonglarning ordisining o'zi", dedi xo'jam o'zi bilan yo'shirin o'zanga so'qishtiradigan Hekimba xo'jalarning nomini ma'nilik tilga elib. "Kichik o'g'li Qayumbek bu yil 20 yoshlarga kirib boyvachchi bo'ldi dexe. U balasi madaniyatlik. Balki 10 avloddan chiqqan tunji madaniyatlik bola shu bo'lsa kerak." Nizarxon xo'jam o'ziga yuqori baho berayotgan Sovet ittifoqi ziyolilarining bu yerda nima ish qilganligini yaxshi biladi. Ular bilan munosabat qilganda ham qizg'in, ham ehtiyotchan bo'lishni biladi. Shundoban olti buyuk siyosatni yo'lga qo'yib, Sovet ittifoqining ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmoqda. U Sovet ittifoqidan kadr va partiya a'zolarini Shinjongga ko'plab avatib, Shinjongning ishlarini yaxshilashga yordam qilishni, hatto o'zini bolshevik bo'lishni talab qildi. Uning kichik singlisi Shin Shitung Sovet ittifoqining Moskva shahrida Jongshan universitetini tugatib, Lenin ma'arif institutida o'qiydi. Shu ikki oliy maktabda o'qituvchi bo'lgan Yu Shisung ismli yigitga oshiq bo'lib to'y qilib oldi. U hozir Urumchida. Shundoban bu kommunistni bilimlik, chevar, qobil, tuz odam bo'lg'achqa hurmatlaydi. U har qanday ishni Shindobanga davaradi. U hozir Shinjang Jahongirlik qarshi uyushmasining bosh kotibi, qo'shimcha Shinjang ma'arif institutining mudiri. Xo'jam Urumchiga berib, yig'inlarga qatnashganda u yigitning xanzucha, ruscha so'zlab, Lenin, Stalin ta'limotlari, Markiz, inglizlarning ko'z qarashlarini dadil, tushunishli qilib so'zlaganini tarjimon orqali anglagan edi. Xo'jam Shingdoban Yushusundan boshqa kishining gapini anglamaydi ekan deb anglagan edi. Xo'jam har qanday so'rinda Shingdoban uning olti buyuk siyosati, Sovet ittifoqi, sotsializm, kommunizm degan atalmalarni tilga olmay so'zlamaydi. U yana o'zini haqiqat va samimiy sadoqatning namunasi qilib ko'rsatish uchun o'zining Shingdobanga sodiq bo'lib ishlagan ishlarini birma-bir so'zlashni yaxshi ko'radi. Bugun u shunday qildi. U Shingsay Doban bo'lgandan beri qilingan cho'ng-cho'ng ishlarni, Toshkentga o'quvchi chiqarganligi, sirtdan yepak, paxta, yung raxtlar, samovar, chini qoch qatorliq sovet buyumlarini akirganligi, elektr stansiyasi, un zavodi, teri zavod, pan zavod, qog'oz zavod, nasllik ot firmasi, nasllik oq qo'y firmasiga o'xshash zamonaviy o'rinlarni rivojlantirganligi qatorliqlarni zo'q bilan so'zladi. Azamatov Maliya bozorda qalaymaqanchilik bor ekan, pul paxolligi eg'ir ekan.
bozorda 50 tangaga bir qop saranga kelmaydi ekan. Bir tal tuxumni 500 tangaga setib oladi ekansiz, dedi Mansur apandi. Hukumat xizmatchilari oylik maoshiga bir tag'ar pul elibla, shu hamon bozorga berib, hamma puliga narsa kerak setib oladi ekan. Bo'lmasa atisli baho o'zgarib ketadi ekan, deb qo'shib qo'ydi. Xo'jam qaqaqlab kuldi. O, jin sho'rindan qolgan axlat, dedi u beshini lang'ishtib. Bizning Bayto'qay tarafda Musa Shangyo degan bir odam bor. U Yangzingshinning vaqtidan tortibla Shangyo dehqonlardan dan olganda 10 xo yerdan 3 xo bug'doy oladi. Danning 3dan birini Shangyo oladi. Musa Shangyo har yili bir necha yuz xo, necha ming xo bug'doy yig'ib oladi ekan. Bug'doyni setib, qog'oz pul, parch pullarga almashtirib, uyning supsiga o'r yasab, tag'ar-tag'arda ko'mib yetadi. Bu pul o'lib qolar demabdi. Jinsho'rin qochgandan keyin Shingdoban 1933-yili 12-aprelda taxtga chiqdi-da. Jovpiyo bilan Lingpiyoni amaldan qoldirdi. Musa Shangyo necha tag'ar qog'oz pulni quchoqlab, arvisiga besib shaharga kirsa, bir tiyinga yaramabdi. Bechora Jovpiyo, Lingpiyo deb yuradigan savdoyi bo'lib qopti. Ko'rdinglarmi? Bizning xalqning nodonligini, bug'doyni oltin qilishni bilmaydi. Ammo lekin za axlat qilishga usta. Ular qaqaqlab kulishdi. Apris bo'yi oltin yaltilgan leganga Fransiya brandi harqini selib, 2 stakan bilan elib kirdi. Mehmonlar texmi jonlanib ketdi. Bu amda qandoq bo'lg'ini, G'ojika? dedi Azamatov hayron bo'lib. G'ojamning uyida, ha? Bo'laveradi, dedi Xo'jam chaqchaq qilib. Qur'on Karimda yoki hadisda brandi harom degan so'z yo'q. Shu yeri men bu ishda yo'q. Xiyolimning aksini ko'rdim. Tez hayajonlangan Azamatov targ'iqini elib, seriq chachlarini tarab qo'ydi. G'ojamni men saqili ko'ksiga tushadigan, uzun chapon kiygan, salla urg'on, qo'lidan tasvir tushmaydigan odam deb o'ylagan. Mana boshqacha bir odam oldimda turibdi. Kavkazcha burut qo'ygan, Yevropacha kiygan, xushxo'y, zamonaviy rahbar. Xo'jam texmi jonlanib ketdi. U o'zining xeli burilib o'yg'inib, jadid yo'lni tutgan xo'jalardan ekanligi. Musa Jarulloh bilan do'st ekanligi. Zamonaviy madaniyat, ilm-fan bilan dinning bir-biriga zid emasligi. Bo'g'si Saydullohxon Xo'jam, Qushnasirxon Xo'jam, Ahmadxon Xo'jam, Xo'jamlar Xo'jam, To'xtaxon Xo'jamlarning hammasilar yangilik, madaniyat, taraqqiyot uchun kurash qilib o'tganligini og'zi-og'ziga tegmay zot bilan so'zladi. Ahmadxon Xo'jam bo'g'imizni olsak, dedi u. 1864-yili qo'zg'algan Manju hokimiyatiga qarshi xalq qo'zg'olonini boshlaganlarning biri. Hozirgi Ekimbek İlyas Jahongir Xo'janing xotini Nurnisa xonimning qo'ljiga kelgan birinchi bo'g'isi Musa Gong'dan hisoblagandiki, 5-bo'g'isi Xolzat Ekim bilan mening Ahmadjon Xo'jam bo'g'am hokimiyat, taraqqiyot va xurofotlikda bir-biri bilan chiqish olmaydigan, bir-biri bilan o'chakashgan. Mening bo'g'am Ma'zamzotning o'limiga, Abdul Rusuf Bey mening bo'g'amning o'limiga sabab bo'lgan. Bu ishlarni shoirimiz Molla Bilal o'zining G'azotlar mulki chin degan dostonida aynan yozgan. Azamatov Xo'jamning tarix to'g'risidagi bilimiga hayron qoldi. Men bu Xo'jalar avlodidan 1882-yili Ko'shko'shda dadamlar Mushiyaqdan qochib Chelakka borgan ekan. Ilmning to'g'risi biladigansiz-da, Xo'jam, so'zlab beramsiz? So'radi u. Bizda Imin tarix degan bir tarixchi bor, dedi Xo'jam. Men sizni shu kishi bilan uchrashtiray apandim. U kishi pishiq, hammani yodiga deb bera oladi. Mutaoli xalpitimmi pishiq. Azamatov go'yo bir sirliq avliyoga yo'liqqandek hayajonlanib, brandini ishgan siri jonlanib so'zlashga boshladi. U Mansur apandidek kamso'z, sirliq odam emas edi. U Stalinni maqtashga boshladi. Uning dunyodagi birdan-bir ulug' odam ekanligini so'zlab kelib, Shingdoban Stalinning deganini qilsalar har qanday kuch uni yenga olmaydi. Uningga Stalin har yili nurg'un bolsheviklarni yordamga berdi.
Qural yaraq, iqtisodiy yordam beryapti. Şingdoban Jiangjeshining nurg'un odamlarni o'ldirib yaxshi qilibdi. Stalin o'zini qo'llaydigan mushundaq bir hukumatning bo'lishini orzu qiladi. Nanjingga qarsak, u yerga zulm keladi. Moskvaga qarsak, bu yerga nur yog'adi. dedi. Ammo dedi u oxir jiddiy holda. Shingdoban olti buyuk siyosatning oxiridagi ikkinchisini mo ijro qilish kerak. Millatda barobar emaskan. Chiusining degan xalqning qilni sho'raydi ekan. Parxor, ayonkash, apyunkash bir qiyr ekan. Ansak o bu qitim tutilganlardan pul berganlarini qo'yib beribdi. Mushu bir tutdilar musodara qilish, pari elish va bulash yo'li bilan necha million sar, necha 100 million sar kumush, oltin, mol chorva paydo etdi. Chiusining gap chiqib G'ojam qo'rqib dariza qopqinlarini ching atdi va Azamatovga hammani xalq biladi, Xudo biladi, apandim. G'ani o'g'rining bu ishi to'limi yomon bo'ldi. Yomon ziyon bo'ldi. dedi Azamatov texni qizib. O'g'il bor ekan u, shundaqdan yuzi bo'lsalar, davatdi. Mansur apandi bu qitim qaqoqlab kulib G'ojamga. Qo'rqmang G'ojam, konsul Dobashin hammadan xabardor. Chiusilan bu qitim ishni atay cho'ng aytgan. Maqsadi xalqning buyurkini mujush, qalaymiqanchilikdan foydalanib boy bo'lib berish. Yushyosung apandi, Shingdobanga qiynotingiz uchiga chiqqan xiyonatchi, parxor, apyon, qurol yaraq atkazchisi. Uni elidin yo'tkib atmasangiz cho'nchatoq chiqadi dedi. G'ojam bu odamlarning hammani bilib turadiganligiga ishonadi. Ular qo'rqmaydi. Ularning orqa teri kichim, qo'li uzun, quloq sagak, tili o'tkir, ko'zi ro'shan. Lekin G'ojam qo'rqib o'rgangan. Chunki u Uyg'ur. G'ojam do'tay bo'lgani bilan amalda bir malay. Sizg'an siziqdan bir qadamga chiqa olmaydi. Harakat, so'z, hatto menish turishdim shundaq. U haqqoniyat to'g'risida xiyol qilishdan qo'rqadi. U erkin xiyol qilishdan cheklangan. Ishki zavod kayni-kaynidan guduk berdi. Sirtda shivirgan hovlimoqda. Nalarda durib miltiq etilmoqda. G'ojam shivirlab bir nimalarni o'qib edi, Azamatov o'rnidan turib, yana odam tutamdi ha? Men Dobashinga telefon beray. O Shingdobanga aytsin, yo'lsizlikni cheklasin. Yo'lsiz odam o'ldirish, xalqni bulang-talang qilishni to'xtamasa, yomon oqibat kelib chiqadi. dedi-da, yonidagi telefon bar uyga qarab mangdi. Mansur apandi, "Yo'q, to'xtang. Yaxshisi Dobashin bilan, Chiusining bilan yuzma-yuz so'zlashayli", dedi. "Men g'ani o'g'rini tutib berib, tutilgan bechoralarni qutqizib olay degan", dedi G'ojam bechora qiyofatda. 3 o'g'rining kallasini 117 gunohsizning beshiga tegishmoqchi. "Ya G'ojam, mo'rt kelganda 3 kalla 3000 kalladan qimmatlik tushidi. Doim yumshoq vasnini o'ylamay, qattiq vasnini o'ylash kerak. Chiusiningdek o'g'ri qotillarga xalqning kuchini to'ntib qo'ymay bo'lmaydi. G'ani o'g'ri deganni ko'rsam, Chiusiningni bula o'zini otdab qo'li qurol tutqizatdim." G'ojam bir yuziga muzdek suv chechib-atgandek andikdi. U hozirgacha zolim amaldorlarga qarshi g'azab bilan so'zlagan mundaq azamatni tex ko'rmagan edi. Sirtdan Musa yugurib kirdi. "Ha, nima gap?" dedi G'ojam. "Heriq Nuri degan balning cho'ng dadisi Muxtarbay shahri qochib ketibdi. Uning deyishicha, Nurilarning uyiga askarlar chiqib, Nurilarning ishkinisini tutmoqchi bo'pti. Qoma degan malchi bolalarni elib qochib ketishga ulgurmabdi. Askarlar Qoma degan malchi qozoqning 7 yoshli qizini, Nurining 8 yoshli Hamra degan enisini etib etibdi." Musa o'zini tutolmay yig'lamoqda edi. G'ojam o'pkidab yig'lab ketdi. "Tungan qochqashda tunganlarmi bolalarni otmagan. Hozir o'lgan nihoyat zo'zon tongning vaqtidan qolgan 3 apyunkash qerchirik. Uning xunini olamiz deb o'ltirgan 10 dan oshdi. Tutqani 100 dan oshdi. Do'tay bo'lmoq mana shundaqda as. Haqiqat ko'milib ketdi. Uni topaman deb yer totilgan qo'l chaniladi. Ko'ngil adolatga intiladi. Uni bayon qilgan til kesiladi. Fikrlarim Mansur apandi, Azamatov, xalqning yig'isini Stalinga yetkazinglar. Bo'libmi, Uyg'urning yig'isini yetkazinglar. G'ojini yoz xoin dedi. Ha, shundaq deb xoinga o'lim tiladi. Men gimnaziyaning o'quvchilariga G'ojini yoz xoin deb so'zlasam, bir o'quvchi sen xoin deb varqiradi. Uni shu yerdan qo'lga oldi.
Xo'ja Niyoz nimaga xoinlik qildi degan savolni so'rashga hech kimning tili bormadi. Shunda ben o kishini Janubiy Shinjondagi aksil inqilobchilarni tozalash qo'mondonlik shtabining boshlig'i qilib, oldingi safga avatib edi. Sobit tamolini tutib akilib, Shinsaga topshirib berdi. Xo'ja Niyoz Hoji Yapon bilan til biriktirsimi, Mahmud Sijong bilan Janubiy Shinjongni tutib tura oladi. Ma'jun Yim bilan birlashib olmasam bo'ladi degisi keladi o kishining. Mening zodir ishongim kelmaydi. Dana Stalinni shundoq yolg'on dilo yasab, o'z dushmanlarini yo'qotdi. Shunda ben Stalindan o'rgandi. Xo'ja Niyozni xoin deb yo'qotdi. Nurg'un boylarni xoin deb boyligini musodara qilib, boylik to'pladi deyishdi. Xo'ja Niyozga chetib xoin deb necha ming odamni turmaga soldi, o'ldirdi. Mana endi bir necha oy bo'lmayli bu tutdi. Ziyoddin degan dehqon begunoh turmaga kirib qolibdi ekan. Uning oshi Nuri degan o'g'li G'ani o'g'riga hol aytibdi. Ishchi kuchlik o'g'ri 4 o'g'rini boshlab kirib cheriklarni o'ldirib, miltiqlarini elib, 4 odamni bulab, ip qechib ketibdi. Qolgan jinoyatchilarni qechib, yomil qo'rog'ida tutilib qopti. Bo'lgan ish mushijirik, jinoyatchilarni asta-asta tutqudi bo'ladi emasmi? Haysin. Azamatov bir stakan brandini biroqli ichivatdi va mast bo'lib qoldi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.